Hammaga assalomu alaykum. Biz misollarni yechishda davom etamiz. Navbatdagi misolimiz quyidagicha. Kamida 450 MHz protsessorga ega kompyuter ishlab chiqaruvchilarni toping. Bu yerda personal kompyuter nazarda tutilyapti. Chiqishda bizda maker chiqishi kerak. 450 MHz degani bu tezligi, bu yerda tezligi nazarda tutilyapti. Bunday bo'lsa, men yechishni boshlayman. Select maker from endi biz 450 MHz dan kam bo'lmagan degan shart olishimiz kerak. Bu narsa, ya'ni PC da turadigan narsa, tezlik PC da turadigan narsa. Lekin bizdan shunday kompyuter ishlab chiqaruvchi makerlarni so'rayapti. Bu narsa bo'lsa produktda turadigan narsa. Endi bularning ikkalasidan foydalanishimiz uchun biz ikkala jadvalni qo'shib ketamiz. Buni avvalgi darslarimizda ham ko'rganmiz. Product join PC product .model PC .model shart beramiz. Word speed marketing 450 ishlatib ko'ramiz. Bunday xatoliklarni oldin olishni ko'rganmiz. O'tgan darslarimizda makerlar soni oshib ketyapti. Bularni normaga keltirish uchun distinctdan foydalanamiz. Mana to'g'ri.